Hicretninki hükmü nima? Bu savollar bizning vatanimizda nihoyat ko'p chiqqan. Bizning vatanimizda nihoyat qiyinchilikda yashagan bo'lg'achqa diniy jihatda hijrat qilishga har xil hukmlar chiqqan. Ba'zilar farz desa, ba'zilar hijrat qilmaymiz degan o'xshagan har xil hukmlar chiqqan. Bugungi chet eldami, masalan Kanada bo'lsin, Yevropa bo'lsin, Yevropa ellariga berishning hukmi nima deganga o'xshagan har xil savollar chiqqan. Bir ayol kishi uyda bola vaqti. Bu bola menga bir omonat ekan, Allohning omonati ekan. Men buni bir yaxshi tarbiyalasam, yaxshi bir musulmon qilib tarbiyalasam, musulmonlarga foydasi bo'lsa, qiyomatda menga bir yaxshilik elib keladigan bir savob manbasi bo'ldi ekan degan niyatda bolasini boqdi, tomoq yegusti, hatto zakasini ado qildimi, hammasi ibodatga aylandi. Unda o'zi hijrat degan nima? Hijrat degandan-ki arab tildagi ma'nosi Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz qarindoshlar, biz bugun Peygamberimiz Muhammed alayhissalomning hadislaridan tanlangan 40 hadis nomli bu kitobimizni boshlaymiz. Balkim sizlar anglagan bo'lishinglar mumkin. Bu Imom Navaviyningki 40 hadisi intayin mashhur bir kitob. Nimashqa desanglar, bu 40 hadis Peygamberimiz Muhammed alayhissalomning hadislari ichidagi islom dinimizdagi eng negizlik masalalarini so'zlagan hadislarni to'plagan. Bu sababdan eng ko'p sharhi qilingan kitobning birisi bu. Balkim Uyg'ur tiliga tarjima qilindi. Azraq sharhilendi. Ammo biz buni inshaalloh taxmi xalqimizga yaqin shaklda tushuntirishga tirishamiz. Bilganimizdek bu 40 hadisdagi har bir hadis islomning eng muhim nuqtalarini bizga tushuntirib beradi. Masalan, bizning bugun o'qiydigan hadisimizmi islom dinimizning yerim masalalarining asosi deydi. Ba'zi olimlarimiz islom dinimizning hukmlarining 3ning biri mush hadisning ustiga qo'yiladi deydi. Nimishqa bizning bugun o'qiydigan hadisimiz niyat haqida. Islomda amallar, hukmlar cho'ng jihatdan ikki turga bo'linadi. Birisi qalbiy amallar, ya'ni insonning qalbida bo'lgan amallar. Imondan boshlab yaxshi ko'rish, nafratga o'xshash bütün insanın qalbida bo'lgan amallar. İkinci söz ise insanın a'zolarida bo'lgan namoz deymiz, zakot deymiz, hammasi. Ya'ni bu nuqtada qarag'imizda cho'ng jihatda amallar ikkiga bo'lingan bo'lg'achqa, bugungi hadisimiz insonning qalbiga aloqador bo'lg'achqa, ya'ni niyatga aloqador bo'lg'achqa bu diniy hukmlarningki tang yerimi ustiga qo'yilgan hadis deb qaraladi. Shunga bugungi hadisimiz har bir musulmon, mayli umum xalq olsun, mayli o'qig'in olsun, tushunishga tegishli, o'rganishga tegishli nihoyat muhim bo'lgan bir hadis. Onda bo'lsa biz oldin hadisimizni o'qiymiz, ondan keyin hadisimizningki har bir jumlalarni ayrim shaklda tushuntirib mağamız. Demiş qalsanlar, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın hadisleri özü ixcham, amma onun tegide nurg'ulg'an meseleler yatıdı. Bizim nurg'ulg'an suallarımızga cevap beradi. Biz gündelik hayatımız o'rganishga tegishli bo'lgan nurg'ulg'an hukmlar, meseleler Resulullah'ның mush hadislaridan chiqadi. Şunga biz oldidan ummatni o'qiyotgandan keyin, buningdan keyin jumla shaylab mağamız. Ömer ibn Xattob radhiyallohu anhudan naql qilib mundaq dedi. Ömer ibn Xattob radhiyallohu anhu deydi: Men Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den anladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deydi: İnnemel a'malu bin niyyat. Bütün ameller niyetke bağlıq. Ve innema li kulli imrin ma nawa. Her bir adam niyet qilgan narsaga erishadi. Faman kanat hijratuhu ilallohi va rasulihi fa hijratuhu ilallohi va rasulihi. Qanday bir odamning hijrati, ya'ni Alloh yo'lida bir yerdan bir yerga ko'chishi Alloh va uning elchisi uchun bo'lsa, uning hijrati Alloh va uning elchisi uchun bo'ladi. Va man kanat hijratuhu lidunya yusqibuha. Qanday bir odamning hijrati bir dunyoga erishish uchun bo'lsa, aw imra'atan yankihuha, bir ayolga o'yinish uchun bo'lsa, fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Uning hijrati hijrat qilgan narsasiga bo'ladi. Bilganimizdek bu hadis niyat haqida. Oldin niyat degan nima? Buni oddiy tilda bir tushuntirsak, bir ish qilishdagi sabab. Namoz o'qimoqchi, sababi nima? Zakot bermoqchi, sababi nima? Kiyim kiymoqchi, sababi nima? Tomoq yemoqchi, sababi nima? Sababi nima bo'lsa, niyat shu bo'ladi. Yoki yanti ham oddiy qilib tushuntirsak, niyat deganimiz bir ish qilishdan ilgari u ishni qilishdagi maqsad. Nihoyat oddiy. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom deydi: "Bütün amallar insonning niyatiga bog'liq. Namozlar, ro'zalar, zakotlar emas, bütün qilgan ishimiz bizning niyatimizga bog'liq. Mayli namoz o'qiylik, mayli ro'za tutaylik, mayli yeb ichaylik, mayli uxlaylik, hammasi bizningki niyatimizga bog'liq. Bu nuqtadan biz niyat bizningki amal ibodatimizga ta'sir ko'rsatganligini ko'ra olamiz. Masalan, namoz bir musulmonning kimligi. Namozsiz musulmonni tasavvur qilib bo'lmaydi. Ammo namoz nima uchun o'qiymiz? Musulmon bo'lishimiz uchun, Allohga ibodat qilish uchun o'qiymiz. Niyatimiz shu bo'lsa, to'g'ri shaklda o'qigan bo'lamiz, namoz bizning kimligimiz bo'ladi. Namoz bizni do'zaxdan qutuldirib jannatga kirgizadi. Agar namoz o'qishga maqsadimiz taqvodor ko'rinish, riyo qilish, boshqalarga bir ko'z tushib bo'lib qolsa, niyatimiz oshulab qolsa, maqsadimiz bu vaqt namoz bizni jannatga kirgizish emas, do'zaxga kirgizadigan bir amal bo'ladi. Va shundaqla zakotmi shu? Biz zakot bersak kishilarning orasida biroz hurmatimiz bo'ldi ekan. Bizni kishilar boy deydi ekan, saxiy deydi ekan degan maqsadni qalbimizda shunday qildikmi? Obrazimizni ko'tarishni maqsad qilib qoldikmi? Bu zakotimiz qabul bo'lmaydi. Va shundaqla riyo qilishni maqsad qilgan bo'lsak, bu bizni jahannamga kirgizadigan bir amal ko'zgaydi. Demak, niyatningki bu yerda ne qadar muhim ekanligini ko'ra olamiz. Shunda qilgan ishimiz o'xshash, ammo qalbimizga narsa o'zgarib bo'lg'uchilar bizni jannat kirgizadigan amal do'zaxga itirib etdi degan gap. Demak, niyatimiz bizning amal ibodatimizga ta'sir ko'rsatadiki, niyat
savobli ishlarni gunohga o'zgartirdi. Va shundaqla niyat kundalik ishlarimizni Alloh taolo savob beradigan bir ibodatga aylantirdi. Masalan deylik, qahva ichish. Normal ish-ku. Bu Alloh taolo savob bermaydigan, gunoh bermaydigan ish bu. Hech narsa niyat qilmasak, ammo qalbimda men hozir dars so'zlamoqchi, zihnim bir ichilsin. Va yoki sizlar hozir biz dars anglamoqchi, zihnimiz bir uchuq bo'lsin. Dersini yaxshi anglaylik, uni amal qilaylik degan qahvani ichdingmi? Bu bir ibodat. Quzoq ochdi, tomoq yeymiz, hech kim o'ylamay yedik. Odatdagi bir kundalik ish. Ammo ma badan bizga omonat etgan. Tamoqni joyida deb, ibodatni joyida qilaylik. Badanimiz sog'lom tursin degan qalbimizda niyatni qildik-mi? Tamoqni o'xshash yedik, ammo u ibodatga aylanadi. Uxlash normal ish, ammo kechda baldur yetib, uyqum joyida bo'lsin, atdegan sahar qo'pay deganni bir ibodatni maqsad qildikmi qalbimizda, u bir ibodatga aylanadi. Bir ayol kishi uyda bola vaqti. Bu bola menga bir omonat ekan, Allohning omonati ekan. Men buni bir yaxshi tarbiyalasam, yaxshi bir musulmon qilib tarbiyalasam, musulmonlarga foydasi bo'lsa, qiyomatda menga bir yaxshilik elib keladigan bir savob manbasi bo'ldi ekan degan niyatda bolasini boqdi, tomoq yegusti, hatto zakasini adaldimi, hammasi ibodatga aylandi. Bir o'quvchi o'qidi. Men yaxshi maosh olsamdan bo'ldi deb o'qidi. Ammo u dunyolikni ko'zladi. Hech narsaga erisholmaydi. Ammo men yaxshi o'qib, musulmon millatim uchun bir foydali odam bo'laman. Musulmonlarning iqtisodini yuqori ko'taraman yoki texnik jihatdan musulmonlarga his qo'shaman deganni niyat qildimi qalbida, u bolaning o'qishining hammasi ibodatga aylanadi. Shunday tijorat deymiz. Bir kishi mana haloldan bir pul topay, bolalarga muhtoj bo'lib qolmasin, harom yepsanmisin deb tijorat qildimi? Bu bir ibodat. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu hadisda qanday bir odam ippitini saqlash, bolalarni haloldan yegizish uchun ishlagan bo'lsa, u Alloh yo'lida dedi. Demak, biz mayli nima ish qilaylik, odatdagi ishlar bo'lsa-mu, niyatimiz Allohning roziligini ko'zlash, savobni ko'zlash bo'ladi ekan, u ish nimaga o'zgaradi? Ibodat ko'zgaradi. Said ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhudan vaqtida bir hadis var. Peygamberimiz Muhammed alayhissalom sen Allohning roziligini ko'zlab qilgan har qanday chiqiming uchun, hatto ayolingning ig'ziga sap qo'ygan luqma uchunmi ajr bilasan dedi. O'ylab qarag'an bo'lsak, bizning uyga xajlab bergan pullarimiz var. 10 seko'kta go'sht akib bergan pullarimiz. Agar mushuni niyatimizda Alloh menga buningda savob beradi ekan, savob beradigan ishkan deganni niyatlam qilsak, bu bir ibodatga aylanadi. Ayolimizga bergan pul, balalarımızı xərcləyib bəgən pullarımızdan həmmisi Allah yolunda çıxım qılğanğa oxşaş əcr bildiğin bir iş. Hətta normal bir adamın çaya qarab təbəssüm qilish var, gülüş var. Muşunu Resulullah'ın bir sünneti ekan bu. Bir İslam'ın bir ilıq gözlük faydası var ekan degan niyatda başqalarının çaya qarab şundalım külsək yoki təbəssüm bilan qarasaqmı, bu bir ibodat. O'ylab baqala bizning islom dinimiz nima degan go'zal ha. Normalda degan o'rnimizdan qo'pab men ishxon kelaylik yoki boshqa kelaylik. Təbəssüm bilan başqalarının çaya qarasaq, kayfiyati shu odamning biraz ruhi ko'tariladi. Ama qapqımızı türüb oltasak, keyfiyatı yuqur adam tushkun bo'lib qoldi. Aslida bizning dinimiz mana shunday ijtimoiy munosabatni nayda chingitadigan, ijtimoiy munosabatga ahamiyat bergan bir din. Demak, niyat mana shunda kundalik ishlarni ibodatga aylantiradigan xosiyatlik bir angishdir. Hatta kundalik qilgan ishni ekan, niyat shunda bir xosiyatlik angishdirki, qilmagan ishning savobiga bizni erishtiradi. Qilmagan ishninki Mesela biz bir adamni ko'rdik naydi bay. Allah yolunda pul xərcləydi. Kaşki mening ana shunday pulim bo'lgan bo'lsa, Allah yolunda xərclagan bo'lsam deganni niyatlam qilsak, Alloh subhanahu va taolo bizga o'sha odamga o'xshash bizga ajr beradi. Agar biz niyatimizni rostchilan bo'lsak. Va shundaqla bizning Alloh yo'lida shahidlik bo'lib topqimiz va eng yuqori maqam shahidlik. Qalbimizdan men shahidlab o'lgun ba deganni haqiqiy niyat qilsak, biz ko'pimizning ustida o'lsakmi, Alloh subhanahu va taolo bizni shahidlarningki o'rniga ko'taradi. Bu vaqt payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom qanday bir odam shahodatni samimiylik bilan, rostchilik bilan so'raydi ekan, va in mata ala firashi. O odam ko'p ustida o'lgan taqdirdami, Alloh subhanahu va taolo o odamni manazil shuhada, shahidlarning martabasiga ko'taradi deydi. O'ylab baqalaymi mana. Niyat kundalik ishlar emas, qilmagan ishnimi sab bo'lsa, samimiy bo'lsa, ibodatga aylantiradigan mana shundaq eng kuchli kabi xosiyatlik bir ibodat. Bu vaqtda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdanki mundaq bir hadis bor. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom men sizlarga bir hadis so'zlab beraman. Buni esingizga tutib olinglar. Innamad dunya li arba'ati nafar. Ma dunya 4 odam uchun deydi. Ya'ni dunyoda 4 xil odam bor. Birisi Alloh taolo mol mulk ato qilgan. Shundaqla Allah'tan qo'rqadi, mal mulkini Alloh yo'lida xərclaydi. Bu eng afzal martaba deydi. Alloh taolo pul berdi, Alloh yo'lida xərclaydi, eng afzal martaba. Ikkinchiligi bo'lsa, Alloh taolo ilm bergan, ammo mal dunyo bermagan. Bu odam samimiy niyat bilan agar mening melim bo'lgan bo'lsa, pulim bo'lgan bo'lsa, osh odamdek Alloh yo'lida xərclaydim deganni samimiy niyat qilsa, Alloh subhanahu va taolo u odamni niyatiga qarab, birinchi darajadagi odam bilan o'xshash qiladi deydi. Uchinchiligi bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo mal dunyo bergan, ammo ilm bermagan va shundaqla u odam Allohdan qo'rqib ketmaydi, mal mulkini xohishi tatqan, ko'ngil tatqan yerga xərclaydi, Alloh yo'lida xərclamaydi. Rabbidan qo'rqmaydi, urug' tuqqanlarga silir rahim qilmaydi. Bu eng tuvan, eng nachar martaba deydi payg'ambarimiz.
Dördüncüsü Allah subhanahu wa ta'ala mal mülkünü vermegen, ilim mi vermegen. Ama bu adam mening melim bolgan bolsa, palancıdek buzub hajlaytdim. Könglim tatkan narsani olatdim degeni niyat qiladi. Allah taala bu adamni shunchalik odamdan o'xshash qiladi. Ya'ni buzub chaqqan odam bilan o'xshash qiladi. Eng to'n martabaga tushiradi deydi. Qarab baqadigan bolsak, yaxshi niyatimiz bizni ana shundoq yuqori martabaga ko'tarsa, yomon niyatimiz gerçi qilmasaqmi bizni ana shundoq to'n darajaga tushirib o'tadi. Demak, niyatga qarab baqadigan bolsak, niyat masalan ba'zi bir hikoyalar chiqadi-ku, bir sehrlik tayoq bor. Nimaga tegsa shuni oltinga aylantiradigan niyat dal shunga o'xshaydi. Sog'lom niyat nimaga tegsa uni ibodatga aylantiradi. Nimaga tegsa uni savob qilishtiradigan bir narsaga o'zgartiradi. Niyat haqida ma'lum tushunchaga ega bo'lgan bo'ldik. Endi niyatimizga Alloh rizoligini ko'zlash bilan birga xato bo'lmagan ishlarni aralashtirsak qanday bo'ladi? Masalan, biz Alloh yo'lida haj qilamiz. Buningga tijorat qilishni aralashtirsak qanday bo'ladi? Masalan, mayli biz haj qilmoqchi, endi haj qilib kelaylik, shuning bilan birga tijorat qilib azroq pul topqash kelaylik degan buni niyat qilsak, qilgan amalimiz to'g'ri bo'lamdi. Va shuningdek ro'za tutamiz, ammo ro'za tutsak uruqlaydi ekanmiz. Tinimiz sog'lom bo'ldi ekan. Bikaga diyet qilib 16 soat tomoq yemay yugucha, shundami? Allohning roziligini ko'zlab ro'za tutayli, shu bahanda uruqlab olay. Tinim sog'lom bo'lsin desqanda bo'ladi. Va shuningdek, men Alloh yo'lida o'qiyman, Allohning roziligini ko'zlab o'qiyman va shuning bilan birga ma'lum bir xizmatga erishib, oilamni haloldan boqaman deganga o'xshagan ibodatga to'g'ri bo'lgan niyatni aralashtirsak qanday bo'ladi deganda, buning ahvoli 3 xil bo'ladi. Birinchisi, shu ibodatni Alloh yo'lida qilishni niyat qilish oldi bilan. Uningdan keyin uningga to'g'ri bo'lgan ishni aralashtirish. Xuddi Alloh yo'lida haj qilaman va shu haj qilish jarayonida tijorat qilib pul topaman. Alloh yo'lida o'qiyman va shundaqla yaxshi o'qib, Alloh yo'lida xizmat qilib, shuningdan bir maosh olib, ailemni qamdayman. Ro'za tutaman, uruqlayman. Kabening atrofini tavob qilaman, harakat qilib ham uruqlayman. Birinchi maqsad Alloh rizoligi, ikkinchi agashtirgan maqsadimiz bo'lsa, dunyoviy to'g'ri bo'lgan maqsadlar bo'lsa, buni olimlar bunda hech qanday masala yo'q, amal qabul qilinadi deb qaraydi. Bu birinchi holati. Ikkinchi holati bo'lsa, Alloh yo'lida bir ishni qilish. Masalan, namoz o'qish. Ham atdigan o'qib namoz o'qisam, harakat qildi ekanman, qinim oyildi ekan. Shundaqmi? Va shundaq Allohga ibodat qildi ekanman deb ikkisini tang niyat qilish. Masalan deyli, bizning tijorat qilish niyatimiz bor. Endi haj qilish niyatimiz bor, umra qilish niyatimiz bor musulmon bo'lgandan keyin ikkilisini tang niyat qilsaqchi, oldi bilan ibodat qilish emas, ikkisini tang 50 da 50 niyat qilsak qanday bo'ladi? Desa, bu mu qabul bo'ladi, lekin darajasi, savobi tuvan bo'ladi deydi olimlar. Ya'ni Alloh yo'lida qildigan ish bilan dunyoviy g'araz, xato bo'lmagan dunyoviy g'araz birga aralashgan bo'lsa, billa buningda ibodat qabul bo'ladi, lekin savobi kamroq bo'ladi deydi. Uchinchi holati bo'lsa, qilmoqchi bo'lgan ishimiz asos, ya'ni tijoratimiz asos, uruqlashimiz asos, ammo uning ibodatini bilan agashtirib olamiz. Masalan deyli, doktor hozir meni qat'iy uruqlamasangiz bo'lmaydi, diyet qiling dedi. Men uruqlash haqida izlandim. Izinib oxirida natijaga keldimki, 16 soat tomoq yeyman, 17 soat tomoq yeyman deganga o'xshagan narsalarni menga tavsiya qildi doktorlar. Unda bo'lsa men 16 soat tomoq yemaguncha qayligan niyat qila olay atdeganda. Ham rusli ekanman, ham uruqlaydigan maqsadim yetganman deb, uruqlash tunji maqsad, asosiy maqsad buningga ruzni agashtirib oldim. Va shuningdek, men haram bo'lmoqchi pul topqila. Endi badem pul topdim, uningga hajni agashtirsam va shundaqla masalan bir yaqinam bilan men kurashmoqchi. Men uyda namoz o'qay deb olsam, do'stim nima dedi? Masjid kelinglar dedi. Ha, ma'qul, men do'stim bilan kurashib, masjid bilan namoz o'qib kelay, jamoat bilan deb. Oldi bilan do'stim bilan kurashishni maqsad qildim. Chunki do'stim kelmagan bo'lsa, men namozni uyda o'qiydim. Ondan keyin jamoat bilan namoz o'qishni unga agashtirdim. Bunda bo'lsa desa, buni olimlar u jamoat bilan o'qilgan namozniki ajri berilmasligi mumkin va shundaqla hajlab qolsa, uning haji qabul bo'lmasligi mumkin degan qarashni o'tirib qo'ydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda "Va ma umiru illa liya'budulloha mukhlishan lahuddin." Alloh taolo menga faqat xolis ibodat qilinglar dedi. Yuqorqi biz degan 3-holatda Allohga xolis ibodat qilgan bo'lmaymiz. Bizning asosiy maqsadimiz boshqa. Pul tepish, uruqlash, do'stimiz bilan kurishash, uningga biz Allohga ibodat qilishni keyin agashtirib olgan bo'lsak, bu xolis amal bo'lmaydi. Bu vaqt Alloh taolo buni qabul qilmaslik ehtimoli intayin cho'ng deydi. Masalan, bu haqda menda bir vaqalik bor. Mush hadisninki dili sababi deb bayon qiladi. Sahobalarning hammasi Makkadan Madinaga hijrat qilgan vaqtida bir sahoba bir ayolga oshiq bo'lib qoladi. Ummu Qays ismli ayolga. Bu ayol kishi, "Men hijrat qilaman Rasululloh bilan. Meni olmoqchi bo'lsangiz, men bilan birga hijrat qiling" deydi. Ondan keyin bu sahoba hijrat qiladi. Darvaqa bu sahoba Madinaga borgandan keyin bu ayol bilan to'y qiladi, nikohlanadi. Bu kishini sahobalar deydi, bu Ummu Qaysning muhojiri, ya'ni Alloh va Allohning payg'ambarining muhojiri emas, Ummu Qaysning muhojiri deb ataydi. Demak, bu yerdagi sahoba Alloh va Allohning elchisini maqsad qilib hijrat qilmadi, faqat bir ayolni to'y qilishni hijrat qilganligi uchun bu sahobaning hijrati haqiqiy hijrat bo'lmagan deydi. Shunga bir odam mayli ro'za tutsin, mayli haj qilsin, mayli nima ish qilsin, unda Allohning roziligini eng avval ko'zlasa va yoki tang niyat qilib qolsa-mu, bu amal qabul qilinadi, ammo Allohning roziligini ko'zlashni eng keyinga tizib qo'ysa, bu amalning qabul qilmas ehtimoli intayin yuqori. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degan bu hadisimiz nima dedi? "Va innama likulli imri'in ma nawa." Har bir odam niyat qilgan narsaga erishadi. U odam qonilish uchun hijrat qildi, pul tepish uchun safar qildi, uruqlash uchun rusutdi. Demak, shu maqsadga yetadi u odam. Ammo Allohning savobga erishamaydi. Chunki yuqorida deganimizdek, har kishi niyat qilganga
erişidi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bu hadisinin davamında kimning hicreti Allah ve Allah'ın Resulü bolsa, onun hicreti Allah ve Allah'ın Resulü üçündür. Yani niyetide ben Allah razılık üçün dep hicret kılgan bolsa, ondan keyin onunga Allah Taala savab beradi. Kimning hicreti kol keltiradigan bir dunyolik narsa bolsa, va yoki oladigan bir ayol üçün bolsa, onun hicreti onun üçün bo'ldi dedi. Dal shuningdek, qanday bir odamning haji tijorat üçün bolsa, onun haji tijorat üçün bo'ladi. Qanday bir odamning ro'za tutishi uruqlash üçün bolsa, onun uruqlashildi. Onunğa rızının savabı verilmeydi degan hükümni alimlar müşahidesini bu şekilde alıdı. Çünkü yukarıda ötkenimizdek Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de men kana yercu liqa'a rabbih fely'amel amelen salihan ve la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Qanda bir adam Allah'a mülaqat buluşunu ümit qiladi ekan, qiyomat kuni Allah'ni ko'rishni, Allah'ning jannatiga kirishini ümit qiladi ekan, yaxshi qilsin, qilgan yaxshida Allohga hech narsani shirk qilmasin, niyatida hech narsani o'rtaq qilmasin. Şunun için meyli hicret bolsun, ticaret bolsun, qanda bir iş olsun, fakat Allah'ın razılığı gözlengen vaxtida veya ki Allah'ın razılığı asasi nişan bolgan vaxtida, andan keyin bu amel qabul qilinadi. Yuqorida o'tganimiz bolsa, niyatga to'g'ri bo'lgan ishlarni aralashtirishninki holati, ya'ni uch xil holati. Ammo xato bo'lgan, riyaga o'xshash, nam qoldirishga o'xshash bunda ishlarni niyatga aralashtirsak, amal butunlay bekor chiqib ketadi. Fakat qabul qilinmaydi. Bayatni o'g'limizda kedisining oxirida hijratning gapi chiqib qoldi. Endi biz hijrat haqida qisqacha tushunib o'tishimiz kerak. Hijrat degan nima? Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom qanday bir odamning hijrati Alloh va Allohning rasuli uchun bo'lsa, ondan keyin uning Alloh subhanahu va taolo savob beradi degan mazmunda yuqorqi hadisning oxirida so'zildi. Unda o'zi hijrat degan nima? Hijrat deganning arab tilidagi ma'nosi terk etish degan gap. Endi istilohi kasbiy ma'nosi nima degan vaqtimizda bizning dinimizdagi hijrat deganimiz dinini yashayanmagan, diniga amal qilib yashayanmagan bir odamningki bir yurtdan bir yurtga, mayli u bir shahardan bir shahar olsun, bir davlatdan bir davlat olsun, bir yerdan bir yerga ko'chishi, dinni yashash uchun, dinni himoya qilish uchun bu hijrat bo'ladi. Bu hijratning birinchi ma'nosi. Ikkinchi ma'nosi hijrat deganlik bir yomon ishni tashlashimi hijrat bo'ladi. Üçüncüsü yomon do'stni uni tuzdanmasa, o'ngshayolmasa, bir yomon do'stni ayrilishimi hijrat bo'ladi. Chunki hijrat degan nima? Terk etish. Dinni saqlash uchun bir yerdan bir yerga yo'tkilish, ya'ni o'zining yurtini tashlash, o'zining shahrini tashlash, u hijrat, yomon ishlarni tashlash, u hijrat, yomon do'stni tashlash, u hijrat. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda al-muhajiru man hajara ma nahallohu anhu. Muhojir deganimiz Alloh subhanahu va taolo chekkan narsani tashlagan kishi muhojir bo'ladi degan. Bunda bo'lsa hijratning hukmi nima? Bu savollar bizning vatanimizda nihoyat ko'p chiqqan. Bizning vatanimizda nihoyat qiyinchilik yashagan bo'lg'achqa diniy jihatda hijrat qilishga har xil hukmlar chiqqan. Ba'zilar farz desa, ba'zilar hijrat qilmaymiz deganga o'xshagan har xil hukmlar chiqqan. Bugungi chet eldami, masalan Kanada olsun, Avrupa olsun, Avrupa elleriga berishning hukmi nima deganga o'xshagan har xil savollar chiqadi. Amaliyotda hijrat bo'lishi uchun biz yuqorida o'tganimizdek dinini saqlayolmaydigan bir yerdan dinini saqlay oladigan bir yerga yo'tkalgan bo'lsa, undan keyin bu hijrat bo'ladi. Undan boshqa hijrat bo'lmaydi. Bu hijrat bundan 3 xil hükümge ega. Birincisi, bir adam bir yerde yaşaydı ekan, dinini yaşayanmaydı ekan. Ve şundaqla u yerde yaşasa, o'zining dinsiz bo'lib ketish ehtimoli bor ekan va yoki ballarning dinsiz bo'lib ketish ehtimoli bor ekan. Kuchli ehtimolda bunda qolib qolsa, bu odamningki dinini saqlay oladigan, o'zining iymonini saqlay oladigan, ballarning iymonini saqlay oladigan bir yerga ko'chishi, bir shaharga ko'chishi farz bo'ladi. Masalan deylik, ba'zi bir yerlarda, ba'zi savollar keladi Yevropalarda. Men ishlayman, ishlagan vaqtimda 8 soat ichida men namoz o'qilib qo'ymaydi deydi. Amal yo'q buningga deydi. Qanday qilamiz deydi. Hicret qilishiniz farz. Bu şirketden yeni bir şirket köçseniz mi o hicret oldu sizin nisbeten. Gerçi maaştan bo'lib qolsa-mu, o şirketni tashlab, yeni bir şirketga o'tgan bo'lsangiz, namoz o'qilib qo'yadigan u sizga nisbatan hijrat. Agar u shaharda bo'lmasa, boshqa bir shaharga ko'chgan bo'lsangiz, o hijrat. Agar u davlatda siz namozingizni o'qib bir musulmonlarchiligingiz ado qilinmaydigan holatda bo'lsa, boshqa bir davlatga ko'chishingiz sizga farz degan gap. Chunki bizning maqsadimiz nima mohiyatdagi? Allohga ibodat qilish. Biz Allohga ibodat qilgan vaqtimizda eng aqalliy bo'lgan bir musulmonlarchiligimiz ado qilinmaydigan holatga kelib qolgan vaqtimizda u yerdan bizning iymonimizni saqlay oladigan, aqalliy musulmonlarchiligimizni ado qila oladigan bir yerga ko'chishimiz bizga farz bo'ladi. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda innallazina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. O'zga zulm qilgan kishilarningki farishtalar jannat olgan vaqtida ulardan nima ish qildinglar deb so'raydi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo sizga nurg'ulgan majburiyatlarni yukladi. Nima ish qildinglar desa, ular deydi-ki kunna mustada'afina fil ard. Biz ojizdik. Kuchimiz yo'qdi. Ya'ni imkoniyatimiz yo'qdi. Amal ibodat qilishga, namozni o'qishga qodir bo'lolmaydik deydi. Allohning zimini kengir emasmidi? Nima uchun hijrat qilmaysizlar degan mazmunda mana shunday oyatlar bor. Demek bir adam aqalli bir musulmonlarchiligini ado qilolmaydi ekan, u yerdan yana bir yerga o'tkilishi farz bo'ladi. Yana bir muhim masala, biz iymonimizni saqlay olamiz. Yani biz tirsak imanimizni saqlay olamiz. Ammo farzandlarimizniki dinsiz bo'lib ketish, kofirlab ketish, yahudiylab ketish, xristian bo'lib ketish ehtimoli bo'ladi ekan, u yerdan ko'chish vojib bo'ladi, farz bo'ladi. Alloh taolo Qur'on Karimda ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara. Ey Alloh qilgan kishilar, sizlar o'zinglarni o'tdan saqlanglar, oilanglarni o'tdan saqlanglar dedi. Onda bo'lsa bizning majburiyatimiz o'zimizning iymonini saqlash, bolalarimizning iymonini saqlash. Shuning uchun bu vaqtda ko'p savollar keladi. Har bir odam bu oyatni bilgandan keyin, bu hukmni bilgandan keyin o'zining ahvoliga qarab bilish kerak. O'zingizning iymonini saqlay olamsiz? Bolalaringizning iymonini saqlay olamsiz?
Unda bo'lsa sizga hijrat farz emas. Agar unda bo'lmaydi ekan, sizga hijrat farz degan gap. Ikkinchisi bo'lsa mustahab bo'lgan hijrat. Bu qanday chaqda bo'ldi desanglar, siz o'zingizning iymonini saqlay olasiz. Balaringizning iymonini saqlay olasiz. Ammo u siz yashagan yerda gunoh ma'siyat bor. Yo'lga chiqsangiz gunoh ma'siyat, xuddi hozirgi bizning Turkiya jamiyatiga o'xshash. Bunda bir odam nisbatan boshqa bir yerda undan pokizlik muhit bo'lib qolsa, hijrat qilishni mustahab deydi olimlar. Ammo farz emas. Çünkü imanını saqlayolasiz, o'zingizning yurti, unda bo'ldi ekan, bu mustahab deydi. Uchinchisi to'g'ri bo'lmagan hijrat. Bu qaysi desa, siz bir kufr diyarda va yoki kufr hukmronlik qilayotgan bir diyardasiz. U yerda gunoh ma'siyat bor. Siz tirishib o'zingizningki dinni saqlash bilan birga atrofingizdagilarningki dinni saqlashiga yordam bera olasiz. Ya'ni siz mujodala qila olasiz. Siz u yerda tursangiz, u yerdagi yomon ishlar, xato ishlar sizning atrofingizda oz bo'ladi. Ma'lum odamlarni qutqiza olasiz imoniy jihatda. Bunda bo'lib qolsa, bu yerdan ko'chish, hijrat qilish to'g'ri bo'lmaydi. Onun hükmü mücahit o'xshaydi. Cihatni tashlagan o'xshash bo'ladi. Cho'ng jihatdan mushu 3 turlik bo'ladi. Shunga mushu 3 turlik qarta har bir odam o'zi qaror berish kerak. Masalan deylik, 3-turning misoliga bugungi kunimizda G'azni salab etsak, qassam mujahidlar deymiz va shunga o'xshash mujodala qilayotgan kishilarning ko'chishini olimlar to'g'ri emas deydi. Chunki mujodala ichida. Va shundaqla bizning vatanimizda bo'lsa, agar bir odam butunlay o'ziniki maxfiy olsun, oshkor olsun, iymonni saqlamaydigan holat bo'lib qolsa, kofir bo'lib ketgan holat bo'lib qolsa, unda siz hijrat qiling deymiz. Ammo maxfiy olsun, o'zining iymonni saqlay oladi ekan, bolalarning iymonni saqlay oladi ekan, atrofdagilarga ozroq bo'lsinmi, to'g'ri ishlarni ko'rsataydi ekan. Bunda bo'lib qolsa, yana hijrat qilishi to'g'ri bo'lmaydi. Va shundaqla bu siyosiy jihatda agar bir yurtning kofirlar umumiy shaklda musulmonlarni qo'g'lab chiqarmoqchi bo'lsa, o'z zaminni egallamoqchi bo'lsa, u vaqtda tushkuni ustiga mujodala qilish, o'zining zaminini qo'g'dash bo'ladi. Ammo xususiy shaklda aytgan vaqtimizda bir odam kofir bo'lib ketadigan bir ahvolga duch kelib qolsa, birinchi tur bo'yicha iymoningizni saqlaysiz eng avval. Ikkinchi tur bo'yicha agar siz kofir bo'lib ketmaysiz, ammo pasqilashib qolasiz, gunoh ma'siyat ko'p. Bunda bo'lib qolsa mustahab bo'ladi. Uchinchi tur bo'yicha agar siz bir mujodala ichidagi odam bo'lib qolsangiz, gunoh ma'siyatga qarshi, jaholatga qarshi, zulm qarshi sizning hijrat qilishingiz to'g'ri bo'lmaydi degan bo'ladi. Demak, bugungi darsimizda biz niyat haqqiga to'xtalgan bo'ldik, hijrat haqqiga to'xtalgan bo'ldik va shundaqla niyatning nima ekanligi, niyatningki ibodatimiz ko'rsatgan ta'siri, kundalik ishlarimiz ko'rsatgan ta'siri va shundaqla qilmagan ishlarimiz ko'rsatgan ta'siri bu haqda to'xtaldik. Undan keyin biz hijrat haqqiga to'xtaldik, hijratning ma'nosi haqqiga to'xtaldik, hijratning turlari haqqiga to'xtaldik va hijratningki hukmlari haqqiga to'xtalgan bo'ldik. Inshaalloh biz keyingi darsimizda ikkinchi hadisimizning davomini o'qiymiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizga bu darsimiz manfaatli qilib bersin.